Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lyapti. Yo'q, charchash yo'q. Go'sht deysizmi? Yo'q, bugun o'rtoqlar bilan o'tirishimiz bor edi, oylik chiqadigan kun. O'shanga bugun ozgina kechroq boraman, oyi. Ertadan boraman shu go'shtni. Bugun go'shtsiz ham nimadir qilib turaveringlar. Xo'p, mayli. Ozgina ishlarim bor edi, oyi, xo'p, mayli. Doston, qayerda yuribsan, Kelsam xonangda yo'qsan. Mana shu ko'chalarda yuraman o'rta. Bo'ldi, ke. Doston, hujjatlar nima bo'ldi? Mana shu ko'chalarda yugurib yuraman o'rta. Shuni sal degani tezlashtirish kerak. Ertalab temir boshqa so'raverib jo'nataydi. Bo'ldi o'rta. Bugun olib chiqib beraman, hozir bir yarim soatda. O'rta tinchlikmi kun? Tinch. Ana qancha xotinim. Alo. Alo, assalomu alaykum Sirojiddin aka. Yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamasizmi? Bo'ldi, tezlashtirib gapir, eshitaman. Haligi bugun ertaroq kelsangiz aylanishga chiqardik. Qaymoq yegim kelgandi, shu bahona aylanib keladi. Qanaqa muzqaymoq, qanaqa aynalish? Pulim yo'q hozir. Bo'pti. Men bugun kech boraman ishdan. Kutma meni. O'rta, sen xotining bilan shunaqa gaplashmoqchisiz? Shu. Bir kunga 20 marta telefon qiladi. Jonim yem tegib ketdi. Salgina chiroyliroq bo'lsa ham mayli edi. Ana bu boshliqni kotibasiga yo'qgan. Kiva. Jamoatjon faqat bitta biz kam ekanda. Kecha Nimadan gaplashib o'tiribsizlar mana siz? Chimayapsizmi? yaxshimi? Shukr. Doston, sen ham yaxshimisan? Charchamayapsan, o'rtoq? Yaxshi, rahmat. Bugun sen nimaga narsadan yaxshi tinchlikmi? Oylik tushdi o'rtoq bugun menga. Senga ham tushdimi? Ha, tushdi yaqinda. Sengachi? Menga ertalab tushuvdi o'rtoq. Ertalab tushgan? Ertalab tushgan aytmaydi, nima pismi? Uylangandan keyin shunaqa qilib qo'ygan o'zi bu. Shunaqa bo'lib qolgan. Xo'p, mayli, hammamizga oylik shu bo'lgan. Shunga ishlovchi odam chirib ketdi. Sal ertaroq ishlarni yig'ishtirib, biror joyga o'tirishga bormaymizmi iftorlikka, nima deysiz? Bo'ldi, tamom. Qayerda, har doim joydami? Yo'q, har doim joyda emas. Instagramda bitta cho'tki joy ko'rib qo'ydim. Shashlikka zarga ura berar ekan. Podajisi ham вообще cho'tki. Nima deymiz, boramizmi? Sal qimmatroq emasmi? Unda qimmat bo'lsa bo'ladi-yu. Qimmat bo'ladi, endi bir oyda bir marta borsak bo'lmaydi. Menga farqi yo'q. Doston, sen nima deysan? Boramizmi? O'rtoqlar, qanimlarda uzrli sababim bor. Men bormayman o'zimda. Har doim shunaqa qilasan, o'rtoq. Ozgina qimmatroq joyini eshitsang, o'zing olasan. Endi normalniy olib olasan, borib qo'yavermaysanmi? O'rtoq, qanimlarda otanam u yoqda. Oddiy makaron bilan suyuq ovqat ichganda mani zarga o'ralgan tashlik mani tomog'imdan o'tmaydi. O'sha o'rtoq, o'zlaring bemalol borib kelaveringlar o'rtoqlar. Assalomu alaykum aka. Go'shtlar qanchadan ekan? Siz nima qilyapsiz? 2 kilo bera olasiz.
Alo. Alo. Muz qaymoqni mevaligidan olaymi, shokoladligidanmi? Ha, shokoladligida olavering. Xo'p, mayli.